Hamma yo'qdan qarz olib ketdim. Bilat, endi nima qilaman? Degandan ko'ra, kallenni ishlab, "Yo'q, qarzdor. Sen qarzni oldingmi? U qarzni berish uchun onasini elsa kimdandir ziyonga kirma. Kirma ziyonga. Beradi. Sabr qilsin. Arqadan qurib tanklarni olib kelsa ham yo'qqa qalam yurmaydi. Shuni esingdan chiqarma. Xo'p, oyapsan, olib turib onasini elsa kimgadir borib yalinyapsa, "Akajon, iltimos, shu akaga pul berishim kerak edi, undan onasini ham foizga olasan, bir narsalarni qo'yib olasan, nima? Bir kishini ikki kishi qo'yapsanmi? Qo'y. Xo'p, nima qilsin u odam? Kimgadir beradi, kimgadir yozadi, chizadi, liboy narsa ham muhlat qo'yib beradi senga, muhlat. Ko'zingni och. Men shunaqa tupikka kirganman, onasini ham bor kallamni ko'targani pul bo'lmay qolgan. Men nima qilganman? O'sha menga shunaqa gapiradigan odam bo'lmagan. Mana men senga aytayapman. Doppini qilib $1000 $10,000 qo'ygan odam menman. $10,000 $100,000 qo'yadigan odam sen bo'lasan. Esingdan chiqaraman. Odamlar bilib bo'lmasin, odamlar ko'rib bo'lmasin, eshitib bo'lmasin, yomonotliq yo'q. Yomonotliq bo'lasanmi, bo'lmaysanmi, odamlar bilan ishing bo'lmasin. Chunki odamlar senga bir so'm ham berib qo'ymaydi. Seni bu problemadan ham olib chiqib ketmaydi. Esingdan chiqarma, ey odam. Undan ko'ra Lutfini uzishni harakatini qil. Lutfi u bilan kelishni harakatini qil. Yo'qqa qalam yurmaydi. Yana qarz beryapti turganlar. Telefoning turibdi, telefon bozorida ishlaysan, 2 daqiqa eshitdi, qarz beryapsan-ku, o'g'il bola. Bu telefoning 10 oydan beri sotilmayotgan telefoningni o'sha bechara odamga $1000 telefonni 2000 ga beryapsan. Bir kun o'tmasdan telefon qo'ysan, nima bo'lyapti? O'zi turadi-yu, o'pirlab kenda jaylab bilib. Turadi-yu. Endi bechara odam bilan $500 ziyoniga sotib turib, ishini bitirdi, ertasiga telefon qo'ysa, "Aka, telefonni puli nima bo'ldi?" dedi. Turadi-yu, kecha o'sha uyingda moling tursa bilan nasiyaga beryapsan, ertasi kun telefon qo'yapsan. Turadi-yu bilan bechara ishini hal qilsin, bir ara 2 oy qo'yib ber. Sen tirikchilik qilsin bilan qarzlarini uzsin. Yo'q, bizda unaqa emas. Turgan narsani tez-tez sotdimi? Sotgandan keyin bir pasda telefon qiladi. "Alo, qaytasiz? Pulimni bering." Olmay qo'yavermaysizmi? Bilat kallenni ishlayapti, u odam o'z ziyonda. Qo'y ber. Sen bilan harakat qilsin bilat. Yonib ketaman, chunki men o'sha muammolardan chiqqan odamman. Odamlar qarzini uzaman Rossiyalarda ishlab yuribdi. Qarz beruvchi sal yordam berishni o'ylagan. Uzr, ona kimnidir ko'yniga teggan bo'lsam, jo'natib qo'yinglar o'sha qarz berganlarga.